Assalamu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Alloh salomat bo'lsin inshaalloh. Bu yana ko'rdinglar. Men 15 kun safarga ketgandim. Havosizlikda shuna bo'lib qopti. Men buni sizlar bilan birlikda sinab tozalab bakmoqchi. Birga bu Asprox sergich. Buni ishlatdim bir yanğa. Yana birga men bu qutamning ichiga Domestos çamaşır suyu qo'ydim azroq, anadagi suv bilan toza aralashtirib choy qildim. Mo'sha ikkisini chachima, qaysini unum bekroq bo'ladi. Oldi bilan men bu tarafga mana bu tarafga sergichni chachdim. Gördüm eqib. Bunu zaten bunu saqlash kerak degandi. Yeni 5 kun bu tug'ash tursin. Bu bir tarafta tursun. Anadaki men bu tarafga bu Domestos ne çay qaysini bekroq unum bo'ladi. Mencha Domestosning unumi ko'rdim. Ko'rdinglar, mana chachqa yerimda shu yerdalam tushyotdi. Men kenalam Domestos ishlatsam bo'g'idek deb o'yladim. Undaqda men 2 litrapni yetib baqay. Oldi bilan Domestosni yetib baqay. Mana O'sha holatda. Endi men Asprox sergichnikini yetib baqay. Buning unda bek chiqmagandek bo'lmadimi chiqdi, ammo Domestosning bekroq unumini ko'rdim. Çamaşır suyini moshini qarashtirib esaq bo'ldi ekan. Men hozir Asproxni ishlatmayman. Buni qo'yib moshini ondilam. Yani bir tozalay. Bunu yani sırlıkta başka qilishning o'rni yo'q. Shuni onda esaqlam mana bir tarafdan chassam tushyotdi. Ana mashina bekroq qilib men sizlarga ko'ksib qo'yay demakchi. Biz buni zay deymiz Uyg'urcha. Ismida qolsa. Yana bekroq chassam yana chiqadi demakchi mana. Acayip tushyotdi. Belki bunu shunday chechib qo'yib, aqshimada esonlar bekroq chiqishi mumkin. Men hozir sizlarga ko'rsatish uchun o'sha holatni qildim. Ko'rdinglar, boyamqiya bilan hozirqiya. Boyam qanchalikda, hozir qanchalik bo'ldi? Amal bu peleki yolona men peleki iskirimi qilmabdim. Mana bu holatda chiqdi. To'plarni mana ko'rdinglar, bayam qanchalik hozir mashina bo'ldi. Endi Domestosni qarashtirib esonlar bo'ladi. Lekin men uy ko'chmoqchi, hettinkin shundadim o. Yana buni sirlatquchi deb bu holatda tozaldim. Hem tozalavatdim. Domestos'tan ishlatdim. Mana ko'rganinglarga qarashtirganimni Asprox'ni ishlatmadim. O'sha holatda qilsanlar bo'ldi. Yeni birga meni ko'rdinglar deyman. Bu yana bir qilib boqay. Mana buni chashdim, mana ko'rdinglar, eqib tushyotdi. Mana yaqinroq ko'rsatay. Endi bu yana aytib boqay men. Mana ko'rdinglar-ku, tushdim bilan. Mana. Bayam qop-qaradi buning holi. Mana bu holatda. Bo'ladi, ya'ni Ramazonga chiqqan qolgan chaqda uy tozalayaptim. Bu bir qarab ketgan yana tug'sanlar bo'ldi, ko'rdinglar. Buni seyletib nim qilgandan izonlar azroq chapat assanlarmi? Aytib assanlar. Mana. Ko'rdinglarmi? Bayamqi holi, hozirgi holini ko'rdinglar. Bu holatda agar uyinglar zay bo'lib ketganlar, ko'chmaymiz desanglar, qancha ko'chsanglarmi? O'shunda tozalab asanglar bo'ladi. Ayni farqis chiqadi yani. Ma tamam nimalarni men o'zim tozalayman. Ballalarim xat yezib qo'yganlar.
Yani halini köydüğümler bu. Bunumu yenilam. Maşinam bilen koydum. Ekip düşüp atıdı bana. Yani domestos. Karışımı. Bana ekip düşüp atıdı. Bu halette ekip maya düşüp atıdı. Bana özle gidin. Hadi bu mevzular. Evet, bir kök işte. Bakırak besip esnanla pakizaraq çıkıdı. Yoki cho'tkili sağlam boludu, cho'tki bolsa. Mesela men bu yerga cho'tkini ishlatay. Bak çıkmagan yani. Cho'tkili versanlar anandek esnanlar chiqib ketadi. Mana bayam qali qandadi, hozir qani ko'tinglar, to'piga qo'lim yetmadi dahi. Mana mushalatdi bo'ldi. Bayam qaholi bilan hozir qaholi. Unda qancha ko'chib ketgan taqdirda tozalab berishimiz mumkin bor. Tozalab bermasak o'zimiz hokiz o'tamsak bo'lmaydi. Mushalatdi bo'ldi, ko'tinglar.